O'zbegim fuqarosi chet davlatidan yuklarini, ya'ni o'zlari ishlatgan mebellarini olib kelmoqchi bo'lganlar, O'zbekistonga olib kelganlar. Shunda sizlar bilan men Ayza Alisherovna bojxona temasida siz tushunadigan tilda gaplashamiz. Shunda ular xat hujjatda mebelni chochma variantda ko'rsatib o'tilgan. Mebel aslida komplektda o'tadi. Shuning uchun u xat hujjatda chochma variantda, chochma shaklda ko'rsatilganligi uchun kirib kelgan yuk, davlat boji va boshqa va hokazolar sertifikatlar yuk olib kirgan shaxsga qimmatga aylangan. Shuning uchun yuk olib kirish, olib chiqishdan oldin informatsiya olib, o'sha informatsiyaga asoslangan holda sizlarga ish ko'rishinglarni tilayman.